Mana bu katta kaptarni ko'rganmisizlar? Kaptar. Kaptar emas, kaptar ishi bu. Yomg'irda turibdi kaptar. Fokusam. Yomg'ir uchun fokusam bo'lmayapti. Bizda bugun nechinchi chislo? Mana ko'pchilik yozadi, "San chisloni aytgin." Men qayerdan bilaman qanaqa chislo? Meni boshimda chislolar turmaydi. Menga farqi yo'q. Kun bo'lsa bo'ldi. Men счастливый odam. Vaqtni ham bilmayman, kunini ham bilmayman. Bilaman bugun qanaqa kun? Ana ko'rdinglarmi? Eslashim kerak, telefonga, kalendarga qarashim kerak. Men video olganimda tayyorlanib, hozir video olaman deb unaqa narsa yo'qda. Men shundoq telefon oldim, ko'rgan narsamni shart sразу video qilaman-da mana. Sразу sizlarga свежий videolarni ko'rsataman. Qachondagi bu video? To'g'ri, bugundagi. Mana bugun olyapman. Nima farqi bor? Bugunmi, ertami yo shanba, yakshanba farqi yo'q. Menga masalan farqi yo'q. Shunga shunaqa gaplar. Ketyapmiz, yana yuk tashiymiz. Manhattan qayerda bo'lay yana? Shu Manhattan. Ob-havo yomg'ir ozgina. Ertalabdan beri ozgina qoram uchardi bir-ikkita. Hozir faqat yomg'ir qoldi. Mayli, yomg'ir ham yaxshi. Yomg'ir yaxshida nima? Yo'llarni yuvib, tozalab qo'yadi. Ertaga menimcha 10 gradus issiq bo'larmish. Ammo точно emas. Bu Нью-Йорк. Men уже Нью-Йоркda я потерял все надежды. Тут погода меняется, оказывается. Bilib bo'lmaydi, tushunib bo'lmaydi. Mayli, baribir nima bo'lsa ham ishimizga omad. Ketyapmiz sekin-sekin. Ko'rdim, qaradim spesialniy. Bugun 3-mart ekan. Soat 12, почти 1 bo'ldi. Soat obed. Stroykalar mana stroyka amerikanskiy. Mana elektrik ko'rdingizmi? Elektrik deb yozilgan belida. Taqir tuqur. Betonla quyibdilar. Monolit. Yerda ham uzoqda katta bashня qurilyapti. Mana hamma yoq stroyka ko'ryapsizmi? Mana bu menimcha bashня bo'lib o'tibdi. Mana bashняlar. Hozir bilinmaydi. Bitta bashня появится qiladi, hayron qolasiz. Baland neboskrob. Amerikanskiy kinolarda bularda bunaqa restoran ichida televizor, xabarlar, sport. Men faqat kinolarda ko'rardim. Mana bu yerda shunaqa obstanovkada restoran ichida televizorlar, bar. Men shunaqa joydaman. Qayerdaman o'ylaysizlar? To'ppa to'g'ri, Manhattan. Men boshqa yerda bo'lmayman-ku. Mana shu yerga hozir kiramiz. Qanaqadir narsa olib ketamiz. Mana hali ham qor yotibdi. Bugun nechinchi chislo? 3-mart. Mana. Endi bilasizlar. Mana mashinam double parking bo'lib turibdi. Yomg'ir bor. Mayli. İşimizga omad, ketdik. Yuk olib ketamiz. Yo'q, mana bunaqa servant eski, amerikanskiy. Ko'rdinglarmi? Amerikada ham bo'lgan shunaqa narsalar. Ilgari bizda ham bo'lardi. O'zbekistonda servant. Yoshligimda qo'shnim bor edi. Ismi Yoqub. Mana shu Yoqub, ularda servant yo'q edi, bizda bor edi. U mendan so'rardi-da, "Edvard servant degani nima u?" Men dedim, "Yur ko'rsataman." Uyga kirib ko'rsatsam, "Mana shu servant" desam, u deydi, "Shu servant, ha?" Men dedim, "Ha, mana shu servant." Короче, shu esimda bor. Yoshligimda, bilmadim necha yoshda edim. Mayli, ketdik. Naryoqdan o'tamiz. Naryoqdan o'tamiz, ketamiz. Ketdik. İşimiz naval.
Pagoda bugun tuman ko'ryapsizlarmi? Tepada tuman. Odamlar zontiklar bilan Amerikanistlar qaranglar. Mana bu vaqtda обычный рабочий kun. Mana bu yerda velosipedlar ketyapti. Velosipedlarga qizil. Shunga to'xtaydi hammasini ko'ryapsizmi? Mana politsiya, militsiya, skoriy. Mana bu tovushlar. Manhattan'da juda tovush balandda. Sizga o'xshagan kimdir parkovka qilyapti. Edward, it's not the other one, it's this one. So I'm gonna have to go get them to cut the lock and give me a new lock with the Got it. keys. Okay, no problem. Yeah. Ужасы кино. Rostini aytsam, qanaqadir nimada не по себе. Shunaqangi katta joyman bitta o'zim yakkan. Bular mana shu hammasi xranilishadi. Mana shu ayol kishi narsalarni mana olib keldik. Ammo kalitini yo'qotibgan. Hozir borib chaqiradi yordam. Drill bilan zamonga teshadi. Nima qiladi? Abishni teshadi. Yangi zamon qo'yadi, tamom. Mana shunaqa barahlo olib keldim. Qanaqadir barahlo. Shunaqangi katta joy hech kim yo'q. Mana bu bizda местный ГАИ Bruklinda. Hamma Amerikada shunaqa. Uni nomi DMV. Bu yerda ham prava, mashina registratsiya hammasini qiladi. Men ham keldim. Bitta ishim bor edi. Keyin aytaman qanaqa ishim. Очередь. Talonchik beradi, kutasiz. Talonchik ekranda chaqiradi, boramiz. Shunaqa. Mana bunaqa joyda shu DMV, shu GAIga o'xshagan narsa, endi biz GAI deymiz. Bu yerda mana bunaqa ofis. Bir pasta nomerini beradi-da. Menga mana shu yoqada Amerikada hech qanaqa sложность, problema yo'q. Olib kelding dokumentingni, to'lading, самое главное, pulni berding. Tamom. 25 minutda mana mashinani уже registratsiya, dokumentlari, hamma qog'ozlarini sразу shab beradi-da. Kutish, yotish, qidirish yo'q-da. Mana bugun kichkina mashinacham bilan kir. Qachon yuvaman? Ana yangi chiziqlar ko'ryapsizmi? Bu endi New York. New Yorkda bo'lishi mumkin. Tak, qanaqa mashinani uchotga qo'ydim.
Kim biladi? Qanaqa mashina uchotga qo'ydim? Hech kim bilmaydi. Uyda xotinim ham bilmaydi, hech kim. Buni faqat men bilaman-da. Men qilgan ishlarimni hech kim bilmaydi. Bir xil ishlarimni o'zim ham bilmayman. Shunaqa gaplar. Ko'rsataman, iloji yo'q. Ko'rsataman. Bitta zo'r plan bor. Yangi tema, yangi движениялар. Ko'rsataman. Baribir siz bilan birga qilamiz o narsalarni. Mayli, ketdik. Ishimizga omad. Hammasi yaxshi. Muzika bor. Gaz.